Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. T-pigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik o'sha tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, video-trixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastik va estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PGL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarni ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi. Men Qurbonova Nazira Komiljonovna ushbu markazda faoliyat olib boraman. Tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor, katta ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Bugun sizlar bilan biz qo'tir kasalligi haqida gaplashamiz. Xalqimizda qo'tir kasalligi deganda negaki zamburug'li kasalliklar tushiladi. Biz haligi bemorlar kelgan paytda qo'tir bo'libsiz desa, qo'yimizda bor edi deydi.
uni biza xalqimizdan iltimos qilgan bo'lardiki, qo'tir bilan zamburug'li kasallikka chalkashtirmasligini. Qo'tir kasalligi, bu qo'tir kasalligini qo'tir kanasi qo'zg'atadi. Bu qo'tir kasalligini hech qanaqa ichki a'zolar keltirib, ichki a'zolardagi biron bir buzilishlar, ichki a'zolardagi biron bir faoliyatdagi o'zgarishlar keltirib chiqarmaydi. Qo'tir kasalligini qo'tir kanasi keltirib chiqaradi. Qo'tir kanasi bizga qayerdan keladi? Kasallangan bemordan sog'lom bemorga o'tadi. Mana ayrim paytlarda kana desa, darrov kasallar qo'ydagi, sigirdagi kanalarni inobatga oladi. U kanalar emas, yana qaytadan aytaman, bu o'sha odamni terisida kirib olib, o'z ishini qo'zg'atib, u kasallikni keltirib chiqarib, bemorlarga, insonlarni yomon holatga olib keluvchi qo'tir kanasi qo'zg'atadi. Rosa qichinib turibsiz. Allergiyamikan bu? Allergiya analiz topshirdim. Hali javobi chiqmadimi? Endi javob. Assalomu alaykum. Mana javobi chiqdi. Yuringlar, o'z tushuntirib. Yuring, anig'ini bilib olamiz. Keling, o'tiring. Bu bemorimizda uzoq vaqtdan beri allergologlar, как dermatologlar ham, как allergiyada davolab kelishmoqda. Terini o'zidan ko'p, bu analizga ko'p vaqt kerak emas. 10 minut, 15 minutda tayyor bo'ladigan tahlil natijasi qirma qilib olinganda qo'tir kanasi topildi. Qo'tir kanasi bu 2-3 ta dori bilan davolanib ketadigan kasallik. Yana bitta yomon tarafi, bu kasallikka uydagilariga yuqish ehtimoli bor. Mana ko'p borgan joylarida hech kim uyda yana kimdir qichishyaptimi deb so'ramagan. Bularni uylarida ukalari va singillarida ham qichishish bor. Bitta oilada 2-3 ta odamda qichish bormi? Bu demak qo'tir kasalligi haqida o'ylash kerak edi. Hozir ularni ham davolaymiz va xudo xolasa bir haftadan keyin bular yaxshi kayfiyatda, yaxshi natijalar bilan bizaga keladilar. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim. Biron bir narsa qilishdan oldin yaxshi, to'g'ri yig'ilgan anamnez kasallik haqida va o'sha laborator tekshiruvlar o'tkazilganda va laborator tekshiruvlarni ham nima deydi, yaxshilab olib ko'rish kerak. Hamma ham bir xilda topavermaydi. Chunki qo'tir kanasi bu kunduzi uxlaydi, kechasi buni o'zini kirar, chiqar teshiklari bo'ladi. Kunduzi uxlaydi, kechasi bu o'zini faoliyatini uyg'onib bitta teshikdan kirib chiqadi, o'sha yerda tuxum qo'yish, urug'lanish bo'ladi. Shuning uchun kechasi ko'proq qichish bo'ladi. Kunduzi olinganda ko'pchilik terini yuzasidan unchalik shikastlamagan holatda oladi. Shuning uchun ko'p holatlarda qo'tir, bularni ham bir ikkita joyda tekshirilgan, qo'tir kanasi topilmagan. Olinganda ham o'zini metodika va texnikasi bor. Chuqurroq qilib o'sha teri tagidan olish kerak va bizaga endi vrachlarga, shifokorlarga to'g'ri qilingan laborator tekshiruv va bizani bu to'g'ri lecheniyamiz bo'ladi. Mana hozir bizaga juda ko'p murojaat qilyapti. Turkiyaga o'qishga borib, u yoqdan kelayotganlar, chunki ular gavjum joyda yotishadi. Mana bir xilgilar mana Rossiyadan kelayotganlar, bitta kvartirada 15-20 ta odamlar turishadi. Ana o'shanda bular bir-biriga insonlar gavjum bo'lgan joyda bitta insonda, bitta odamda shu kana bo'lgan bo'lsa, bor bo'lgan bo'lsa, qolgan insonlarga o'tadi. Bu demak kasal odamdan sog'lom odamga yuqish orqali o'tadigan kasallik. Belgilari qanaqa bo'ladi? Bu belgilari avvalom boshida unchalik sezilmaydi, kechqurun bemorlar bir-bir qichishib qo'yishadi. Faqat kechqurun, hozir men nimaga buni sababini tushuntirib beraman. Faqat kechqurun bir-bir qichib qo'yishadi. Keyin u ahamiyat bermaydi, ha, demak qichyapti, bu nima yeb qo'ydim deydi. Bu kun sayin bu qichishish kuchayaveradi. Keyin bundoq terisida qarasangiz juft elementlar paydo bo'ladi, juft. Bu qanaqa elementlar? Biri qo'tir kanasini kirish, biri qo'tir kanasini chiqish teshiklari bo'ladi. Kunduzi qo'tir kanasi terini tagiga kirib uxlaydi. Kechqurun o'z faoliyatini boshlaydi, ya'ni tuxum qo'yish, urug'lanish. O'shaning uchun ular terini yuza qavatiga chiqib oladi. Shuning uchun bemorlarda
boshida kasallikni boshida kechqurungi qichishish, kunduzi zo'r yuraman, kechqurun boshim yostiqqa tegishi bilan uxlolmayman deydi. Chunki kechqurun bular terini o'sha yuza qavatiga chiqib, tuxum qo'yish, urug'lanish faoliyatlarini olib borgandan keyin o'sha terida qichishlar paydo bo'ladi va boyagi terida ikkita kirish va chiqish teshiklari. Bemor yuraveradi, nima qiladi? Ayrim bemorlar o'zicha har xil mazda suradi, aptekaga boradi, birinchi qiladigan diazolin mashhur bo'lgan sinoflamazini berishadi. U boshida qandaydir yordam berganday bo'ladi. Pasaydi deydi. Ko'payaveradi va ikkilamchi infeksiyalarga olib keladi. Ya'ni teri kuchli qichavergandan keyin terini butunligi buziladi. Teri butunligi buzilgandan keyin o'tga ikkilamchi infeksiyalar tushadi. Ikkilamchi infeksiyalar o'sha terida yiringlarni, po'stloqlarni hosil bo'lishiga olib keladi. Yana buni boshqa bir yomon tomoni oila a'zolariga tez yuqtirib yuboradi. O'sha machalka, sochiq, vanna, unitaz, kiyim-kechak, mana o'tiradi ko'rpacha, o'shalar orqali yuqadi va uydagi oiladagi boshqa oila a'zolariga yuqtirib yuboradi. Bu eng yomon tarafi. Yosh bolalarga, chaqaloqlarga yuqsa, endi faraz qiling, kattalarning terisi chidamli bo'ladi, yosh bolalarning terisi bizlar kattalarga nisbatan ancha nozik bo'ladi va sezgir bo'ladi. Ularda boyaga aytgan asoratlarim tez yuzaga keladi. Iltimos, bunaqa holat bo'lsa, o'zingizcha dori-darmon ichib, dori-darmon surmanglar. O'sha davolash maskanlariga misol uchun keling. Endi yana bitta narsa bor. Laborator tekshiruv usulidan oddiy surtma olinadi. Surtma. Bu qiyin narsa emas, bu uchun zo'r bir qanaqadir texnologik apparatura kerak emas. Shuni oladi, bir 10-15 minutda ko'rib beriladigan narsa. Lekin o'shanda ham olishni farqi bor. Chunki men hozir aytganimdek, qo'tirkanasi bu kechasi terini yuzasiga chiqadi. Bizga ko'p kelishadi, joylarda buni qirib yuzadan olinadi. Yuzadan olinganda bo'ldi, qo'tirkanasi yo'q deydi. Demak, bemor vrachchi ham yuzi, ya'ni shifokorlar ham yuzi va bemorning ham holati o'sha laborator xodimga bog'liq. Demak, u noto'g'ri olindimi bo'ldi. Vrach ham noto'g'ri yo'lda ketadi va bemorga ham bu yomon, qiyin ahvolga olib keladi. Bu yerda olish kerak, tekinni chuqurroq qilib olinadi. Unda bemorlar voy mana bizga kelishadi-da, voy yo'q, meni bunaqa olmovdi. Bunda nomiga qilib oluvdi deydi. Nomiga olmaydi. O'sha aytgandek kunduzi uxlaydi. Biz kechqurun olmaymiz-ku. Laboratoriyada kechqurun yuzasiga chiqqandan keyin qilib olmaymiz. Shuning uchun olishda ham taktika bor. Demak, olindi, borishdi. Mana ko'rgan dispanserlar misol uchun endi xafa bo'lishmasin ular. Borgandan keyin yuzaki oldimi, chiqmaydimi? Как allergodermatitday davolashadi uni. Natija bo'lmaydi. Bechora bemor nima qiladi? Boshqa doktorga boradi. U doktor ham, yo'q, anu qo'tirkanasi chiqmayapti, u ham allergichniy dermatit. Bizga rosa kelishadi. Allergiya testlar topshirdim, boshqa narsalar, mana misol uchun o'zimni nimamda 8 oy yurgan, 8 oy butun oilasi. Bir og'iz misol uchun so'ralmagan. Uyingizda yana kimdir qichivyaptimi? Keldi, endi o'zi haligi nima deydi? Ayolida bo'lgan, erida ham bor. U erini o'zi mikroskop ostida ko'rib, hali kanali ustiga chiqib yotibdi. Juda ko'p miqdorda. Lekin o'shalar shu paytgacha qancha, misol uchun, birinchidan o'zligi qiynalishgan, ikkinchidan baribir analizlar hammasi hozir pullik. O'sha puli ketishi natijasida uyda bolalari qolgan, onasi ham kasallanganda. Shuning uchun men murojaat qilgan bo'lar edim. Tungi qichishishlar bezovta qilyaptimi? Albatta, yaxshi joyga borib, yaxshi malakali joyga va malakali mutaxassisga borib, o'sha analiz oldirib, tekshirtirib, mana misol uchun bizani markazda men bemalol ayta olaman, laborator xodimlarimiz juda malakali xodimlar, ular olib o'sha ertalab tekshirtiradimi, ko'p bo'lsa ko'p, единичный bo'lsa, sanoqli bo'lsa sanoqli topib hammasini aytadi. Chunki ular to'g'ri olish qanaqaligini va to'g'ri nima deydi, ko'rib berish qanaqaligiga o'zini mohir ustasi deb qo'rqmay ayta olaman. O'sha qo'tirkanasi qanaqa asoratlangan, asoratlanmaganligiga qarab turib davo muolajalarini biz tavsiya etamiz.